Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Rolls-Royce minaman degan akalarimizga mashinani mana ideal holatdagisi. Mashina nima deyapti? Salon. O'zim mashinamni sotgandim, shu mashinani bosib yuborsammikan. Kecha BMW ko'rdim, o'shani bosib yuborsammikan deb turdim. Endi buni ko'rib, buni bosaymikin deyapman. Просто salonim qizlarga yarashadigan rangdan aytdim-da. Salon chiqdi, menga yoqmadi. Rangi. Mashinani qolgan funksiyalari ideal. Tom patologiya mana yulduzlari bilan. Ekskurslari shakli shaydari. Shu ideal. Kechagina kirib keldi mana. Hali sotgan odam narsalardan turibdi. Hali olib ketmabdi. Tashlab ketibdi. Musorga tashlagandek qilib. Mashina вообще ideal lekin. Bosib yuboringlar degan joyga bitta lotereyadan yutib olsam bosib olaman lekin nima deysizlar? Fikringlar bo'lsa kommentga kutaman. Shu videoda shu Rolls-Royce yaxshi ko'radigan, shunaqa inomarkalar yaxshi ko'radigan akalarimizga, obunachilarimizga shunday jo'natib yuborsalar xursand bo'lardim. Kanallarimga obuna bo'lganlarga rahmat. Xudo xohlasa obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lardik. Ideal holatdagi Rolls-Royce. Biz akalar uchun mana jigar deydi. Biz jigar demaymiz.